Kosa tagida. Kosa tagida. Nim kosa. Nim kosa. Arpa bug'doy osh ekan, oltin kumush tosh ekan. Rivoyat qilishlaricha, bir savdogar boy xurjunining bir yog'iga oltin, bir yog'iga kumush to'ldirib, shu boyligiga ishongan holda hech qanday oziq-ovqat olmay safarga jo'nabdi. Uning yo'li kimsasiz cho'l va biyobonga tushibdi. Zog' uchmaydigan bu yerlarda na suv, na ovqat bor ekan. Haligi boy bir necha kun och nahor yurib, nihoyat holdan toyib, nima qilarini bilmay ketayotsa, qarshisidan bir gado chiqib qolibdi. Buni qarangki, uning xaltasi to'la non ekan. Boyning ko'zi nonga tushib, suyunganidan gadoga: "Mana bu xurjundagi oltin va kumushlarni noningga ayirbosh qilmaysanmi?" debdi. Gado esa boyliklarini ko'rib yuragi yorila yozibdi va darhol jon-jon deb rozi bo'libdi. Boy unga oltin kumushlarni berib, o'zi esa nonga to'yib, darmonga kirib, yana yo'lga ravona bo'libdi. Gado bo'lsa, xurjunni yelkasiga tashlab, bir kun yuribdi, 2 kun yuribdi, 3 kun yuribdi. Kimsasiz cho'lda adashib, qorni o'lguday ochib, sillasi qurib boraveribdi. Biror yegulik qayoqda deysiz? Oltin va kumushni esa yeb bo'lmaydi. Oxiri ochlikdan holdan toyib, madorsiz bo'lib qumga yotib qolibdi. Ular holga kelganda oltin kumushlarni oldiga qo'yib, qo'li bilan qumga o'yib, arpa bug'doy osh ekan, oltin kumush tosh ekan deb yozibdi-yu, yuztuban yiqilibdi. Kosa tagida. Kosa tagida. Nim kosa.